Assalomu alaykum ukalarim. Qarshilarda changdan tayyor holatda. Akalarimizni YouTube, Instagram tarmoqlarida kuzatib, bizga ishimizga havas qilib tashrif buyurgandilar. Mana guvoh bo'lib turganinglardek, akamiz ishlarini chiroyli qilib bitirib berdik va egasini hozir kutyapmiz. Furnituralarga e'tibor qilasizlar. Furnituralari eng zo'rida, ya'ni rossiyskisidan qo'yib berganmiz. Zanglamaydigan, ob-havoni har qanaqa holatlariga chidamli bo'lgan furnituralar. Balandliklari oldingi videoda aytib o'tganimdek, pol qismidan tom qismigacha 185 qilib berganmiz. Bilasizlar, baland bo'lganligi uchun o'ziga yarasha og'irligi bo'ladi eshiklarimizni. Shuning uchun mana oshiq-moshiqlarini 3 talik qilib qo'yib berganmiz akalar. Alkafonlarimiz 21 mikronli, ya'ni eng mustahkam, eng baquvvat alkafondan berilgan, germetичный bo'ladi. Choklariga e'tibor qilinglar. Mana choklari ham deyarli bilinmayapti. Yon tomonlarda fiksatorlari bor akalar. Oldi tomoni qanaqa aka ko'rsatayim degan akalarimiz uchun mana sizlar uchun oldi tomonlari burchaklariga 5 parogini yotqizib berganmiz. Akamiz nerjavaka bo'lishini xohlamaydilar, chunki ko'chada yurganinglarda ko'pchilik labolar, changallar shu burchaklarga nerjavaka, nikel nerjavaka qo'yib olishgan. Kechqurun boshqa sho'pirlarni asabiga tegayotganligi uchun oddiy yaltiramaydigan variant bo'lishini xohladilar. Kechqurun bilasizlar, nerjavakaga svet tushganda atrijat qiladi. Shuning uchun birovni qarg'ashiga qolib ketmaydi deb mana oddiy yaltiramaydigan 5 parollardan qo'ydirtirdilar akalar. Hozirlarga ichki tomonini ochib ko'rsataman. Ichlari ham bir o'ziga yarasha noodatiy holatda chiqqan. Yopilishlariga e'tibor qilasizlar. Ochilish yopilishlari juda ham yaxshi. Mana kerak bo'lganda qulab qo'ysanglar, kaltlari ham bor. Zavodini zashtnigi ham bor, suv kirmasligi uchun. Ochib hozir ko'rsatib o'tamiz. Boshida eshigimiz sal qattiqroq bo'ladi, joylashib olguncha. Ichini ochganingizda mana juda ham chiroyli sizlarni kutib oladi. Bemalol har qanaqa yuk bo'ladigan bo'lsalar, ketsanglar bo'ladi akalar. Pol qismlariga alkafon yotqizib berganmiz. Tepa qismlari shu holatda qolishini xohladilar akalar. Uzoqroqdan ko'rinishi, kechqurun yurganda atrijat qilish uchun atrijat nakleykalarni qo'yib berganmiz va himoya vositalari uchun bamperlar qo'yilgan. Akalar, kimga shunaqa ten xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, qurgan ekran pastida nomer qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida joylashgan. Bemalol aloqa chiqinglar. Ishinglarni tez va sifatli, eng muhimi ko'ngillardan joy oladigan qilib bitirib beramiz. Obzorimiz yoqqan bo'lsa like bosib, podpishka qilishinglarni so'rab qolamiz.